Sharof Boshbekov Temir xotin asari. Temir xotin 1980-yillarning oxirida yozilgan bo'lib, janriga ko'ra fantastik komediya hisoblanadi. Garchi kulgi orqali taqdim etilsa-da, asar zamirida o'sha davr jamiyatining jiddiy, ijtimoiy, maishiy muammolari yotadi. Asar voqealari qishloq hayoti fondida kechadi. Markaziy qahramon Qo'shmat ismli ixtirochi. U xotinining doimiy janjallari va ro'zg'or g'alg'alalaridan charchab, o'ziga ideal hamroh yasashga qaror qiladi. Qo'shmat yasagan robot xotinning ismi u chiroyli, aqlli, itoatkor va eng muhimi charchashni bilmaydi. Robot xotin qishloqqa kelgach, an'anaviy o'zbek oilasi tushunchalari bilan texnologiya o'rtasida qiziqarli va hajviy vaziyatlar yuzaga keladi. Alomat faqat buyruqlarni bajaradigan mashina bo'lishi kerak edi, biroq u asta-sekin insoniylashib borardi. U hatto Qo'shmatning his-tuyg'ulariga ham ta'sir qila boshladi. Sharof Boshbekov ushbu asar orqali shunchaki kulgi bermoqchi emas, balki chuqur falsafiy savollarni o'rtaga tashlagan. Inson uchun faqat gap qaytarmaydigan va ishlaydigan robot kerakmi yoki his-tuyg'ulari bor, kamchiliklari bo'lsa-da tirik inson?